Şimdi to'g'irlatib qiyshayib qarasan to'g'ri chiqasan deydi. uzun kalta. Boya nabarat edi. Bu uzunrog'i, bu kalta edi. O'sha. Mana yog'och ko'tarib turibdi-mi? Ko'rib turibmi? Bu yog'och bas. Kristalica dedikda. Moshda katta ko'lda bor, kulaymi? Ha? Moshda katta ko'lda bor, kulaymi? Yaxshi o'xshaydi. Qo'ldan ko'rsam bo'lsinga. Ağır. Kamaydi, yuqorida bosh. Yo'qmi? Bu yerda. Bu yerda bor. Shunda so'ngga bir joyda olib ketam, chiqib ketadimi? Joydan jiljaydida bir tarafga Yonboshib qoladi. ana o'sha siqib oladi, o'sha protuziya nervni siqib o'sishni boshlaydi. Ko'rdingmi? Tegini to'g'rilayapmi? Tegin. Lekin bu kalta bo'libdi. Shunday, katta bo'ladi. O'sha og'riqligi bu yerda bo'lgan. Birinchi qishayish bu tomondan ana qilingan, keyin bu tomonga o'tganda. Sababi mana bu kristalica deydi mana. Mana bu joy, mana. Umurtqadagi o'rni bilan. Kristalica deyiladi, ranglar kiyiladi-da mana. O'sha o'g'irtqa kiyiladi. Yosh nechida? Ha? Yosh. Kimniki? Sizga. 86. 86 siz mana. 39. Ko'rdingizmi? Bu yerda qayerda tekis. Haftada shu. Vaqtda ko'pchik degan narsa bor. Ko'pchik qiyshayib qoladi. Qancha bo'ldi uylanganga? 30 yilga men. Salkam 15. 15. 10. Hozir yaxshimi? Ha, hozir yaxshi, xudoga shukr. O'zingizda. O'sha uylangan vaqtdagi deymisiz? Yo'q, unchalik endi bo'lmaydi. Unaqa bo'lamiz, to'g'rimi? Nega? Shunday. Sababi yaxshi ishlamaydi. Shunday. Menda ham dashi anaqa bo'ladi-da. Ha shu imini mana bu qiyshaygandan keyin qon kelish yaxshi bo'lmay qoladi. Aylanish sistemada. Shunday. Endi anaqangizga Kaydi. asbobga Nimaga engaydingiz? Ana eliga qon kanalizasiyasini kelishga, o'sha qon kelish nimasi buzilib qoladi. oyog'imni turmagamday qo'yimday siljitib shunday enkavdim. Ibrohim aka ko'taring dedim, shunda tikka qildi bo'ldi-da. Keyin xonaga kelib yotdim, uyga bir amallab kirdim-da kecha. Bosh qo'yamiz. Bosh. Bosh. Bu tomondan. Voy dod. Bolalar shunday sildiq ekan. 28 yoshda keldi. Yo'q deydi, o'sha ipotentda. 2 yil bo'lgan uylanganga. Chang'i uchgan, qulagan. Bosh. Osmang. Shunday yiqilib ketganda. Ko'p bilan o'tirgan o'sha paytda qiyshaganda. Sekin yuravergan. Iyi уже. Voy. Ağır. Sanchiqlagan bo'lgan. Bu og'zi ruchayman. Ko'zlari aniq qotgan yo'q. Bosib olma. Og'riq Koreyadan kelib tug'ilgandan keyin. Koreyadan keyin? Koreyadan kelib to'g'irlatib ketdi. 10 kun shu gastritsa deyapti. Yani Qozog'iston mantiqda bir pasda tez kelib turishadi. Bosh. 5
Xo'sh. Va! Jonshirda asalginasiga va deysiz. O'sha boshdagi ikkinchisi yo uchinchisi qiyshayib qoladi, bosh og'riveradi, davleniya bo'laveradi. Undan keyin quloq bor, eshitmay qoladi. Eshitmay qoladi. Quloq eshitmay qolganda shunda o'sha bunday tortamiz. Eshitish qobiliyati kuchayadi. Hozir shunda quloqdan ovsi pastga tortilib, ona bo'ladimi? Mantiq Teshikka yopiladimi shunda? ochiladi-da. Keyin mantiq nuqta bor tilda. Tilda ikkita uchi bo'lsa, ikki chetida nuqtasi bo'ladi bunga tegishli. O'shaning uchun uqa go'rlannos deymiz-da. O'sha bosganda quloq ochiladi. Eshitmaydiganlar keladi. O'sha eshitadigan qilib qo'yamiz. Yosh kampirlar. Endi yosh kattalar endi. Shagird uxlab qoldik. O'tiramiz. Endi odamzodda qanday nuqta bo'lsa, hammasini bilar ekansizda. Umuman. Chunki nuqta bo'yicha ishlasa, Prama efir qilsa bo'lar ekan. Internet sababi ekan-da. ana Eshitdingmi? Mantiqdagi ochiladi. Bu ochilsa odam yeyishi ham yegir bo'lar qadaydir. kecha pastga qarab yotimda qildim, mana tamam shunday beradi, qimirlolmaysan donalarini emsin. Qaysi go'rdan shu unaqa bordim. Siz qaysi kunlar ishlaysiz, qaysi kunlar ishlamaysiz? Har kuni uyda, har kuni har ishlaydi. kuni ishlayman. Faqat telefonlashib kelsa yaxshiroq lekin. Telefon qilib kelsa yaxshiroq. Uyda ham o'tirmaydi, ketib qoladi. Olib ketib qolishadi-da. Ha, tushundim. O'tgan safar 1 soat, 1,5 soat kutib o'tirdim-ku. Farhod akam kelganda. Oshqozon og'riyapti manda. Oshqozon og'riyapti, oshqozon hazm qilib bera olmaydi, gaz hosil qiladi. Odamda Doktorga borasiz, nima qiladi? Qo'shamiz. Qo'sh. Doktorga boramiz, doktor dog' Siz kalit ko'taramadi, o'zi o'zingiz belni chiqarib qo'ymaydi aka. O'sha